Bizi Ha. arpa, Aha. buğday Aha. beramiz. Jo'xori tapga qarab yesa beramiz, yemasa zo'rlamaymiz. Jo'xori bu Makka. Makka. Ha, Makkani unaqa xush ko'rib yemaydi. Asosan arpa, buğday yeydi. Arpa buğday. Men pishgan beraman. Bu Ha, pishirib beradi. pishirib beraman. Keyin ketiga yeb bo'lgandan keyin ozgincha xom. Qo'l yeyursangiz, qo'llansiz yeyursangiz yoki olmay yeyursangiz chillaydi-yu, qo'llan. Me'dasiga tegib qolmasin deb ketiga yarim chilpi, ya'ni bu degan so'z bir 400 gram, 500 gram qurug'idan tashab qo'yaman. Ana g'irtillatsinlar. Ha, bo'ldi. Ha. Bu yerda yegancha berasiz. Ha, bedani joniga o'tkazaman, qo'l o'tib bermayapman. Kesib beraman. Sabzi, meva-chevalar. Sabzi beraman. Sabzi. Ha. Piyozchi. Ko'p bermayman. Piyozchi bersa bo'ladi, unda ko'p berib bo'lmaydi. Ichini achitib tashlaydi piyoz. Piyoz, Ha. Oshqozonga anaqa qiladi piyoz. Bir bersiz bo'ladi. Ora-orada. Ora-orada. Ko'p berib bo'lmaydi. Sabzi, yuvilgan sabzi beramiz. Hamanalik baqish nimasi boshqachada turi. Sizni ham bir qandaydir baqish turingiz borda, siringiz baribir. Bunchalik qilib kastagini o'stirib, kastagiga qanday vitaminlar, baliq yog'i boshqa bormi? Yo'q. Hali ichirganingiz yo'q. Yo'q, ichirmayman. O'zi demak buni o'zi nima qoni ham bor-ku, baribir. Kasal bo'lganda vitamin B kompleksida olgan. Ha. Buni endi bunchalik qilish oson emas bilamiz, u qancha nimalardan chiqib kelgansizda. Sabzi ko'p ham bermayman. Shu yegan ikkita dona yuvilgan sabzini bir dona olma yeyishim. Buni ko'p berib tashlayman. Siz ichida yurasiz, qo'yi ichi olsa ham o'zini noqulay his qiladi. Ha, mazasi qochadi. Qo'y shunaqa tam nozik narsa-da, qonni olsa ham mazasi qochaveradi. Shunaqa bo'lmasin deb tamom beraman. Keyin aniq berib turaman. Gastrovit. Hazm qilishga bir haftada shu bir marta berib turaman. Chunki Bir haftada ichirib turaverasiz. ha, anu bo'kmasa, hazm qilsa qilolmasa ichiraman. Gastrovit. Nima siz buni yeganda anu chaynamay ham yutaveradi. Massajni qanchada olib turadi? Shuni ham aytib o'tib ketdingiz. Massaj har kuni olaman. Har kuni oladimi? Men kelolmaydigan kunim 2 kun 3 kun o'tib ketadimi? Ha. Ovqat yeyishni suslashadi. O qarang, Sog'inib qo'ygan. Mana shu kuni shunaqa bo'ldi. Shunda Jamshid qildi, Lorenzo qanaqa edi dedi. Yemadi dedi. Shunday nastroyenlarim buzildi. Keldim, sirazu tushdim, keldi masajini oldi. Hozir sizni ko'rib qo'yib qoldim. Yuqoridan kirishingizga 3